Assalomu alaykum. Bu videoga talabani o'sha atrobotka qilish jarayoni bo'yicha ko'rib o'tamiz. Ya'ni talaba MBSini ko'rishi va o'qituvchiga topshirishi va o'qituvchi uni elektron EOTM tizimiga joylashi va dekanat uni qabul qilishi yoki qilmasligi haqida to'liq tushuntirish berib o'taman. Birinchi talaba profiliga kiriladida, mana misol uchun talabani o'zini profiliga kiradida, mana bu yerda mening qoldirgan darslarim degan menyuda bor. Bu yerda ko'rish mumkin, mana normal fiziologiya, mana bu 100 degani bu o'tdi yoki o'tmadi. 0 bo'lsa o'tmadi, 100 bo'lsa o'tdi. O'sha ya'ni atrobotkasi o'qituvchi tomonidan qabul qilindi va dekanat tomonidan ham qabul qilindi. Bu yerda MBlarni ko'rish mumkin. Mana bu yerda fan o'qituvchisi, mana bu yerda qayta topshirish sanasi, ya'ni o'sha vaqtda bu talaba topshirgan MBsini, atrobotkasini va mana bu yerda qachon olgan shu MBni, ya'ni darsi qachon bo'lgan. Va mana bu yerda esa qaysi fandan va nechinchi paraligi bor. Talaba bu yerdan qiladigan vazifasi faqat MBlarni ko'rishi mumkin, tamom. Ya'ni mana shu fandan mana shu parada va mana shu kuni bitta MBsi tushgan. Xo'p, ana endi ikkinchi jarayon, bu o'qituvchi tomonidan bajariladigan jarayon. O'qituvchi, mana talaba, bu hujjat tekshiruvchi. O'qituvchining vazifasi qanday? Talaba atrobotkani kelib topshiradi o'qituvchiga va o'qituvchi uni qabul qilsa, talabadan ikki nusxada oladi. Ya'ni bittasi elektron ko'rinishda oladi, PDF ko'rinishda, ikkinchisi esa va daftar ko'rinishda oladi. Xo'sh, elektron ko'rinishda bo'ladiganini esa mana bu tizimga yuklaydi. Xo'sh, mana bu yerda atrobotka qilish degan joyi bor. Mana bu yerda talabani maxsus kodi yoziladi, 154 deb, va qidirish tugmasini bosamiz. Talabani o'sha MBlari chiqib keladi, faqat o'ziga tegishli bo'lgan fandagi MBlari kelib chiqadi. Mana bu yerda esa talabani MBlari ko'p edi, faqat mana shu o'qituvchiga tegishli bo'lganlari kelib chiqadi. Xo'p, talaba profilda mana 11 ta MB, mana bittasini topshirgan, o'qituvchi qabul qilgan va o'sha o'qituvchi qabul qilgan hujjati, ya'ni elektron ko'rinishdagi hujjatini ham mana bu yerga chiqarib qo'yilgan. Mana bu ikkinchi MBni talaba topshirgan bo'lsa agar, mana bu yerda qabul qilish tugmasini bosiladi. Hujjat nomi yaratiladi. Misol uchun shu talabaning mana bu paradagi yoki o'zi atrobotka qabul qilindi deb yoziladi yoki istalgan nom, hujjatga nom beriladi, tamom, istalgan. Xo'sh, qoldirilgan darsi, bu IDsi berilyapti bu yerda, talabani ismi berilyapti, qaysi fandan qoldirilgani, qachon qoldirilgani va nechinchi parada qoldirilgani va o'qituvchining nomi. Qayta topshirish, qayta o'zlashtirish hujjati elektron shaklda yuklanadi. Misol uchun PDF, Word, adashmasam Excel ham bo'lishi kerak edi. Endi Excel ko'rinishda menimcha atrobotka qabul qilinmaydi. Talaba elektron ko'rinishda topshiradigan barcha fayllar yuklanadi. Agar qanaqadir fayllar yana yuklanishi kerak bo'lsa, agar bizga aytsalaringiz, qo'shib berishimiz mumkin. Fayllarni tanlash bosiladi. O'sha talabani fayli belgilanadi va saqlash tugmasi bosiladi. Xo'sh, bittasini hozir ko'ramiz. Talabaning qayta o'zlashtirish hujjati. Endi bu yerda misol uchun ismi bo'lishi mumkin. Ana bu yerda misol uchun guruhi yo'q ekan, guruhini yozish mumkin. Misol uchun chiziqcha 20. Xo'sh, misol uchun mana shu guruhdagi talabani qayta o'zlashtirish. Mana bu yerda mana qilib ismini ham yozib qo'yishimiz mumkin yoki istalgan nom berishimiz mumkin. Va mana bu yerda bitta fayl qo'yiladi, bitta fayl tanlanadi, saqlash tugmasi bosiladi. Xo'sh, saqlash tugmasi bosilganidan keyin talabani o'sha qaytib maxsus kod yoziladi va mana bu yerdan tekshirish mumkin.
Mana o'qituvchi tomonidan yuklangan fayl mana shu fanga va talabadan ham buni ko'rishimiz mumkin. Mana talaba profiliga o'tdim. Hali bunga qabul qilindi turmabdi, chunki dekanat tomonidan bu atributga qabul qilinishi va o'sha daftar olib qo'yilishi kerak. Ya'ni o'qituvchi tomonidan dekanatga daftar topshirilganida dekanat xodimlari buni tasdiqlaganidan keyin talabaga ham ko'rinadi. Va hozir esa faqat o'qituvchida yuklangan hujjat turibdi elektronlik ko'rinishda va mana bu yerda sanalar va o'tma-o'tmadisi haqida ma'lumot berilmagan. Xo'sh, mana bu yerdan esa biz dekanat bo'yicha ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, dekanat xodimlariga hujjat tekshiruvchi roli beriladi. Xo'sh, hujjatni tekshirish. Xo'p, mana bu yerda sana bo'yicha berish mumkin ekan. Sana bo'yicha berib ko'ramiz. 18 va bugun 18 qildi. Xo'sh, mana talabaning ism familiyasi kelib chiqyapti, telefon raqami, mana hujjat, biz yaratgan hujjatning nomi, talabaning ismi o'sha kelib chiqyapti va yaratilgan qachon hujjat, ya'ni atributga qachon qilingan vaqti. Izoh. Qanaqadir izoh yozish mumkin. Misol uchun qaytarmoqchi bo'lsangiz agar mana bu kamchiliklarga ko'ra hujjat qaytarildi yoki atributga qaytarildi. Agar qaytarilgan holatda mana bu yerda qaytarilgan statusga o'tkaziladi va saqlash tugmasi bosiladi. Izohda esa qabul qilindi. Misol uchun qabul qilish bu majburiy emas. Qabul qilsangiz agar tasdiqlangan bo'ladi-da, saqlash tugmasi bosiladi. Xo'sh, birinchi qabul qilinmagan holatini ko'ramiz. Xo'sh, elektron ko'rinish. Elektron ko'rinish sifatsiz, ya'ni bu holatlarda PDF talaba PDFni rasmga olib tashlashi mumkin-ku o'qituvchiga. Mana shu holatda xira bo'lishi mumkin, yozuvlar to'liq ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Shu holatlarda elektron ko'rinishi sifatsiz deb yozdim va qaytarilgan saqlash tugmasini bosaman va bu mendan o'chib ketadi. Dekanat profilini endi o'chirib turamiz. Mana bu yerda o'qituvchi roli bor. O'qituvchi rolidan qayta tekshirishimiz mumkin. Mana qabul qilindi, qaytib statusiga turadi. Ya'ni oldingi hujjat o'chirib yuboriladi va qayta talabadan shu hujjatni qabul qilishini so'raydi. Ya'ni elektron ko'rinishda yaxshiroq ko'rinishda yoki o'qituvchini o'zi elektron ko'rinishga o'tkazgan bo'lsa agar, o'qituvchini o'zi yaxshiroq, sifatliroq, ya'ni qabul qiladigan darajada taxlab qo'yish kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi qilinadiganı esa mana bu o'qituvchi tomoni qabul qilish. Hujjatga nom beramiz. Elektron hujjati. Xo'p, mana bu yerdan bitta fayl tanlaymiz. Saqlash tugmasini bosamiz. Xo'p, fayl yuborildi va mana bu yerdan men o'sha talabani qayta izlayman. Mana fayl yaratildi va yuborildi dekanatga. Dekanat xodimlari esa yana bir bor filtr berib bugungi sana bo'yicha ko'rdim. Mana bu yerda mana bu holat bilan ham ko'rish mumkin. Qaytarilgan, tasdiqlangan, qaytarilganni oldingisini ko'rish mumkin. Mana bir marta qaytarilgan turibdi, mana izohlari bilan turibdi. Xo'p, tekshirilmagan filtr beriladi, qidirish bosiladi. Endi men sana bo'yicha filtr berdim, aynan sana bo'yicha emas. Mana shu bo'yicha ham filtr berish mumkin. Xo'p, izoh, misol uchun mana bu yerdan yuklab olishimiz mumkin o'sha faylni, ya'ni o'qituvchi tomonidan qayta yuborilgan faylni yuklab olishimiz mumkin. Elektron ko'rinishni yuklab olishimiz mumkin. Xo'p. Xo'sh, izoh qabul qilindi. Majburiy emas aynan. Majburiy emas va mana bu yerda tasdiqlangan qilinadi, saqlash tugmasi bosiladi. Xo'sh, bu dekanat tomonidan bajarildi. Xo'sh, mana bu o'qituvchi tomonidan qanaqa ko'rinishga o'tadi? Ya'ni tasdiqlandi, ya'ni qabul qilindi bo'lsa agar 100 bo'ladi. Qabul qilinmasa agar o'sha hech narsa turmaydi, bo'sh turaveradi. Xo'sh. O'qituvchi profilda shu ko'rinishda bo'ladi. Endi talaba profildan ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni atributga qabul qilindi.
talaba qachon yakuniyga kiradi? Qachonki talabani profilida mana shu narsa, mana shu yerdagi 100 bo'lib tursa va mana bu ma'lumotlar chiqsa, ya'ni atrobotkasi to'liq qabul qilingan holatda yakuniyga dostуп ochiladi. Qolgan holatlarda yakuniyga dostуп ochilmaydi. Bitta bo'sh joy bo'lsa ham yakuniyga kirishga dostуп berilmaydi.